Mana hozir kunlik daromadi 300 ming so'm bo'lsa, o'rtachasi. Hop. Hop, bir oyda 9 million bo'ladi. 50 kilovatlik quyosh panel stansiyasi necha pul daromad keltiradi? Bugun biz shuni Zafar akamdan to'liq ma'lumotini olamiz. Aka, qani ketdik. Bitta 50 kilovatlik quyosh panel stansiyasini obzorini ko'ramiz. Xo'sh, bu yerga mana shu bog'imizga 50 kilovatli sistemamizni naves sifatida qilib berganmiz, naves ko'rinishida. Ketdik, invertorlarni ham bitta ko'rib. Bunga mana 80 bitta 620 lik era solar paneldan qo'yilgan. Ha. Navesiga daromadga chiqqanmi? ha, bu chiqqan daromadga. Bu kuniga o'rtacha 300 ming so'm daromad beradi. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda 300 ming so'm. O'zi o'rnatilishiga necha pul ketgan aka bu yerda? O'rnatilishiga 600 metr atrofida profillar ketgan. Temiri. Ha. Keyin shu panel, invertor shular ketgan. Tagidan ham bemalol bir ombor sifatidami yoki bir boshqa nimami? Hozir bular ekin ekib qo'yishgan ekan. Ha, foydalansa bo'laveradimi? Qilgan. Bitta invertorlar ko'raylik o'nsa. Bitta 50 kilovatli Restar Solar invertorimiz o'rnatilgan bu yerga. Aka, bu stansiya o'zini oqlaydimi? O'zini oqlaydi. Necha Bu yilda stansiya mana hozir kunlik daromadi 300 ming so'm bo'lsa, o'rtachasi. Hop. Hop, bir oyda 9 million bo'ladi. Bir oyda 9 million bo'lsa, bir yilda 90 million bo'ladi. Yo'q, 108 million bo'ladi. 90 million. Yiliga 12 oyga ko'paytirmizda, endi 10 oyga ko'paytirsangiz 10 oyga hisoblaymiz biz. Hisob borda, to'g'ri? Ha, qishliq hisobi, bulutli kunlarda hisobi bor. Bu panellarga subsidiya bormi? Bo'lsa qancha Subsidiya chiqadi? hozir jismoniy shaxslarga maksimal 30 kilovatgacha chiqadi. Chunki subsidiya Nima shartlari? shartlariga binoan 20% deyilgan, lekin 20 milliondan oshmagan holatda deyilgan joyi ham bor-da buni. 20% subsidiya beriladi. Ha, 20% subsidiya beriladi. Shunda maksimal subsidiya olish uchun, maksimal summasini olish uchun bir 30 kilovatga to'g'ri keladi. Buning uchun o'sha auditor xonadonga borib, shuncha shu 30 kilovatga yarasha rasxodni chiqarib berish kerak. Demak, hozir 50 kilovatga yo'q. 50 kilovatga subsidiya chiqmaydi. Bundan aka ortiqchasini davlatga sotsa bo'ladimi? O'zi bular sotyaptimi hozir? Sotyapti bu. Sotyapti. Hozir bir 90%, bir 10% rasxod bo'ladi, 90%. Biznes ekanda tayyor berma. 90% davlatga chiqyapti buni. Bu uzog'i 3 yil, bo'lmasam 2,5 yil, 3 yilda bu o'zini o'zi oqlaydi. Qoplaydi. Unga faqat filsga. Faqat, filsga. Qani buni o'rnatilishi qarang. Qolgan tarafingizga o'rnataverasizmi? Yo'q, bu panellarimiz faqat shu janub tomonga qaratib 30 gradusda 28-33 gradus oralig'ida o'rnatish kerak. 30 gradus bizning sharoitimizga, O'zbekiston sharoitiga O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladi. Mana aka, buni invertorda tepaga o'rnatgansiz, hali ko'pchilik tepaga tomga o'rnatib beringlar deydi. Mana shu haqida bitta gapirib bering. Invertorda iloji boricha odamni shu ko'zi tushib turadigan, bir havo yaxshi aylanadigan joyga o'rnatgan yaxshi. Chunki o'zini setovoy Wi-Fi'larni ulab beriladi, faqat endi bu haligi обновление bo'lganda, boshqa bo'lganda parollari esdan chiqib qolsa, ko'p klientlarda telefondan kirish imkoniyati yo'qolib qolyapti. Shuni hisobiga o'zini monitoridan ko'rib turish ham qulayroq bo'ladi. Bitta ko'raylik hozir qanaqa ishlayapti ekan. Opaga mana. Mana bu holatda hozirgacha mana o'rnatilgandan beri bu ishlagan kilovati mana 37.976 turibdi. Salkam 38 ming. Hozirgi holatda 19,5 kilovat berib turibdi bu. Tok berib turibdi. Mana ertalab soat 8:30. Kana hozir havo isiyapti. Bu havo isib ketsa ham buni ziyoni bo'lsa kerak-ku, temperaturani pastlashiga. Buni havo 38-39 gradusdan ko'tarilib ketsa ham buni KPDsi pastlab ketadi. Eng zo'r ishlaydigan payti bu bizda hozir bahor bilan kuzda zo'r effektni beradi. KPDsi eng yuqori hisoblanadi. Yozda ham obedlargacha yaxshi chiqaradi. Quyosh isib ketmasdan oldin. Ha, obedlargacha yaxshi chiqaradi. Obeddan keyin havo harorati o'ta yuqori bo'lganligi uchun panel qiziydi. Shuni hisobiga buni KPDsi pastlaydi. Aka, nima monitoring tizimlari bor? Qanday platforma bormi buni onlayn ko'rib turish uchun? Onlayn ko'rib turish uchun har bitta invertorda o'zini alohida prilojeniyasi bor. O'sha prilojeniyega telefonlariga ulab beriladi. Wi-Fi orqali ulab beriladi. Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Aka, loyihani kim tizimlashtiradi? Loyihalash hammasi bitta to'lov qilinadi. Elektroset bilan shartnomasigacha biz o'zimiz bitirib beramiz. Sanur Energy shuni javob beradi. Servisi nima bo'ladi aka? Servis xizmatlarimiz 1 yil
bepul servis. Ha. 1 yil. 1 Necha yilga yilda garantiya beriladi o'zi kompaniya tomonidan, kim? kompaniya tomonidan hozir 5 yilga garantiya Ishlab berilyapti. chiqarish tomonidan. Panellarimizga 25 yil, 30 yil garantiya. Hozir necha kilovatgacha subsidiya beriladi dedingiz? Subsidiya 30 kilovatgacha maksimal subsidiya olsa bo'ladi. Minimumichi Minimumi farqi yo'q uni. chiqaveradi. Chiqaveradi. Faqat o'sha Iste'molga 20%. Iste'molga Iste'molga qarab chiqaveradi. Agar siz ham quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lsangiz yoki issiqlikni siz o'rnatmoqchi bo'lsangiz, hozir pastdagi nomerlarga bog'laning. Sandur Energy tok uchun kamroq to'lang.